Yig'ilish lageridan oilasiga qaytargan bir Uyg'ur erning ichinishli holati tasvirlangan bir video qalblarni larzaga soldi. Türk jurnalist va yozuvchi Mehmet Ali Önel buningga yurak qandoq chidaydi nomida bir Twitter e'lon qilib, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni fosh qildi. Jurnalist Önelning Twitterda jazo lageriga ilib ketilgan Sharqi Turkistonlik bir Uyg'ur oilasiga topshirib berildi. Bir millat 21-asrda vayron bo'layotidi. Dunyo faqat kuzatayotidi. İnsaniyat kundan kunga ko'payotidi dedi. Mana bu Xitoydagi jazo lageridan qo'yib berilgan Uyg'urning azobli holati. Xalqaro tashkilotlarning doklatiga qaraganda, Xitoyning yaqinqi 6 yilda Sharqi Turkistonda atalmish kasbiy tarbiyalash nomida kam deganda 8 million odamni lagerga qamaganligi ma'lum. Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi kun tartibga kelayotgan bir paytda Turkiya Cumhuriyet Xalq Partiyasining Amerika vakili Yurtar Özkan Sharqi Turkiston Uyg'ur turklari tarix, kimlik va siyosat nomli dokladida Anqaraning Xitoyga sukut qilayotganligini ta'kidlagan. Dokladda 2009-yili Urumchida Uyg'urlar bilan Xitoy o'tirsidagi to'qinishdan keyin ayni vaqtdagi bosh ministr Rajab Tayyip Erdo'g'anning voqeani irqiy qirg'inchilik deb tasvirlaganligi, ammo yaqinqi yillarda bu so'zni yumshatganligi misollar bilan ko'rsatildi. Dokladda mundaq deyildi: 2020-yili 6-oktyabr G'arb o'lkalaridan tashkil topgan 39 davlat birlashma bayonot e'lon qilib, yig'ilish lagerlarini taqashni va tutqunlarni qo'yib berishni talab qildi. Lekin Turkiya bu bayonotga imzo qo'ymadi. Dokladda Turkiyaning yaqinqi yillardagi siyosatida Turkiya-Xitoy orasidagi iqtisodiy munosabatlarning ta'sirining cho'ng ekanligi ta'kidlangan. Dokladda yana Xinjiang rayonini Sharqi Turkiston deb qabul qilgan Uyg'urlar ichida Uyg'urlarning mustaqil bo'lishini umid qiladigan ijtimoiy va siyosiy harakatlarning intayin kuchli ekanligi ta'kidlangan. Shuning bilan birga Uyg'urlarning Xitoyni Sharqi Turkistonda nopus qurilmasini o'zgartirish, Uyg'urlarni yo'qotib o'rniga Xitoylarni o'ltiraqlashtirish bilan ayblaydiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerikada bir Singapur fuqarosi Xitoyga vakolatan josuslik qilganlik uchun 16 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Asiya xabarlari kanali to'rining xabar qilishicha, 39 yoshlik Singapur fuqarosi Dixon Yejunwei 2014-yili 2019-yillari Amerikada qurgan siyosiy maslahat berish shirkati orqali maxfiy uchurlarga erisha oladigan Amerika fuqarolariga Xitoy istixboroti uchun doklad tayyorlagan deb ayblagan. O'tgan yili 7-oktyabr Federatsiya tekshirish idorasi tarafidan so'roq qilingandan keyin qo'lga ilingan Xitoyda tug'ilgan Yeo jinoyatini ixro qilganligi va taftish mahkamasi bilan hamkorlashganlik uchun 16 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yeo Amerikada doklad tayyorlagan kishilar ichida havo armiyasining F-35 ko'rikchi aeroplani turida ishlayotgan bir fuqaroning, Afg'onistonda vazifa o'tagan 5 burchakli binoda ishlaydigan bir xodimning va tashqi ishlar ministrligida ishlaydigan bir amaldorning borligi oshkorlangan. Belgiyadagi cho'ng telegraf shirkati Apple va Proximus Belgiyadagi Huawei ishlab chiqargan uskunlarni tadrijiy Nokia uskunlariga almashtirishni qaror qilgan. Belgiyadagi eng cho'ng ko'chma xabarlashish to'ri bilan ta'minlovchi Proximus Shvetsiyaning Ericsson shirkati bilan hamkorlashib 5G aloqa to'rini quradiganligini bildirgan. Shirkat bu qarorni 9-oktyabr juma kuni bir yo'silda e'lon qilgan. Mazkur telegraf shirkatining bosh direktori Geri Standartning bildirishicha, Ericsson bilan hamkorlashish qarori shirkatning tor strategik planini yo'lga qo'yishda tashlagan muhim bir qadam ekan. Angliya hukumati bu yil iyulda Huawei shirkatining Angliyaning 5G tor qurilishidan chiqarib etilganligini, ilgari ishlatilgan uskunlarning 2027-yilgacha tadrijiy almashtirganligini e'lon qilgan edi. Yaponiya, Xitoy va Shimoliy Koreya kunsari kuchayotgan tahdidga qarshi o'z davlatidagi F-35 urush aeroplanining sonini ko'paytirish orqali mudofaa iqtidorini kuchaytirishni qaror qilgan. Yaponiya vaqt gezitining xabariga qaraganda, Yaponiya davlat mudofaa ministrligi Amerika bilan Amori shtatida o'rtaq ishlatilgan Misavodagi havo mudofaa bazasiga yangi F-35A zamonaviy kurash aeroplani o'rnashtirishni o'ylashmoqda. Ilgari Tokio hukumati F-16 kurash aeroplanining o'rniga 147 dona F-35S setib olish planini e'lon qilgan.